Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, mana Samanta nomli shaftolimiz. Bugun 15-iyun sanasi juda chiroyli, go'zal, katta kalibrda bo'lib yetildi. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Buni ko'chatlardan biz tayyorlaganmiz. Mana odamlar yirtiladi deydi. Bu nuqsoni bo'lmaydi. Tiniq shaftoli bo'ladi juda ham. Do'stlar, qadrdonlar, bu o'zim uchun agar o'timga ekkan ko'chatlarim meva qilyapman. Bulturgili ekkanman. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Kalibr juda katta bo'lgan. Hosildorlikni qarang. Mana 80 kalibr, 76 turbadan katta-da, 80 kalibr bo'lgan. Do'stlar, qadrdonlar, agar kimga bu videolarim qiziq bo'lsa, bitta like bosib, buni ko'chatlardan kerak bo'lsa kommentariya yozishingiz mumkin. Mana qarang, shaftolini. Shaftoli nima deyapti do'stlar? Qo'lga zo'rg'a sig'adi. Samanta shaftoli. Juda shirin, juda serhosil, xaridorbob, eksportbob shaftolilar. Mana kam olgani juda yirik bo'lib ketgan. Kalibri juda ham katta bo'lib ketgan, kam olgani. Mana kichkina niholchalarimiz ham olgan. O'zini agar o'timda mana realni hosildorlikni qarang. Do'stlar, mana bunisi nima deyapti mana bunisi? Wow! Hozir mana men bu shaftoliga juda ishqibozman. Hosildorlik tomonidan juda kuchli, serhosil shaftollardir. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozib ketingizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.